Namanganda odamlarni dahshatga solgan voqea yuz berdi. Gap shundaki, erkak 7 yoshli jiyaniga nisbatan behayo xatti-harakatlar sodir etgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, voqea 2025-yilning 14-oktyabr kuni sodir bo'lgan. Erkak o'sha kuni tog'asining xonadoniga to'yga borib, tog'asining 2018-yilda tug'ilgan nabirasini chetga oladi va mazkur jinoyatni sodir etadi. Gumonlanuvchi 2 kunlik qidiruv ishlaridan so'ng ushlangan. Ayni vaqtda unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tayinlangan. Jabrlanuvchi qiz ayni vaqtda shifoxonada ekanligi, unga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani aytildi. Ma'lumotda keltirilishicha, erkak bundan avval ham shu kabi jinoyatni sodir etgani uchun unga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan, ammo keyinchalik erkakning jazosi axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. Gumonlanuvchi o'ziga tegishli xulosa chiqarmay, yana mudhish jinoyatga qo'l uradi. Biz holat bo'yicha rasmiy izoh olish maqsadida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari bilan bog'landik. Ular mazkur holat bo'yicha Yangiqo'rg'on tuman Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergov olib borilayotganligi, voqea haqiqatan ham sodir bo'lganligini tasdiqladi. Erkakka nisbatan qanday jazo tayinlanadi? Bu haqda biz dasturimizning keyingi sonlarida ma'lumot beramiz. Hurmatli ota-onalar, to'y hashamlarga borganingizda voyaga yetmagan farzandlaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang. Ular har doim oldingizda bo'lsin.